O'zbek amaldorlari nima sabab hashamatga o'ch bo'lib qolgani haqida gaplashamiz. Bu umummilliy masala ekanligini prezident juda to'g'ri qo'ydi. Ya'ni biz kritik momentga keldik hozir. Korrupsiyaga yo'l qo'ygan mansabdor shaxsga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlanmaydi. Ijtimoiy korrupsiya rivojlangan, iqtisodiy korrupsiya ko'p emas. Nepotizm, kroinizm, favoritizm, familizm. Qani o'sha sud jarayonlari haqidagi bir ma'lumot qani? O'qisak o'qiymiz, B bunda ayblandi, bunda bo'ldi. U chiqib ketdimi, nima bo'ldi? Biz uni bilmaymiz-da. Iqtisodiyotda davlat ulushini kamaytirishimiz kerak. Davlat ulushi kamaysa, korrupsiya kamayadi. Mansabdorlarning mol-mulkini deklaratsiyalash. Qayerda edi u qonun? Siz juda ham qiyin savollar beryapsiz. Men baribir bunga javob beraman. Kimdir javob berish kerak. Hamma narsa joyida bo'lib ketadi degani emas, masalan. Bolani sportga beryapsiz, 1 yildan keyin unga chempionatga qatnashish kerak deyapsiz. Mana shunaqa metafora bo'lyapti-da. Parlament hozir hayronman, bir haligi butun urra chetdan keladigan pulni yop, bunaqa degan kayfiyat bilan bir haligi. Mayli, elektron sigaretalarni Ha, taqiqlash, elektron sigaret, nosut taqiqlash uyalish kerak-da. Masalan, jamoatchilikda, masalan, men bugun nimani gapiryapman? Men partiya raisiman-ku. Siyosiy iroda bo'lyaptimi, uni to'liq implementatsiya qilish bu xalq bilan ishlash deyiladi. Jamoatchilik bilan birgalikda kurashilmasa, bu natija samara bermasligi bugun hammaga ayon. Uni aylanasizmi, o'rgilasizmi, qayerga olib kelsangiz, hammasi o'sha ijro hokimiyati bilan borib, hukumatga borib taqalaveradi.